Ana shu bolani ko'ryapsizlarmi? Maktab o'quvchisi issiqda qurilishda ishlab yuribdi. Hozir borib bitta suhbatlashib ko'ramiz. Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Masjidda ishlaysizmi? Qancha vaqtdan beri ishlayapsiz? 10 kundan beri ishlayapman. Ochilbek, nimalarni orzu qilasiz? Odanim ular boqdimga oiladim indadagimmi. Ochilbek 19 yoshda kuniga 100 ming so'mdan ishlab, oilamni boqaman deyaptilar. Ozgina gapirishlarda nuqsonlar bor ekan. Hozir oilalarga borib bitta sharoitlarni o'rganamiz. Ketdik. Mana shu uylar, mana uylarga ham keldik. Assalomu alaykum. Bir oyda necha marta go'shtli ovqat yeb turasizlar? Ihson berganlar bo'ladi. Xudoga shukr. Ovqatga boshqa payt nima qo'shasizlar unda? Kartoshka piyaz. Kartoshka piyaz. Oxirgi marta bozorga tushib qachon produktni sotib oluvdinglar? Uyga ro'zg'orli. Bozordan narsa olib kelaman. Magazinga boraman. Qarzga yozdirib kelaman. Bo'sh bermaydi qarzga. O'tgan yili 7 santimetr kaltaydi. 7 santimetr kaltaydi. Cho'zdirib uni qildirgan. Bo'ytib bosaman. Bo'ytib. Xudoyimga shukr qilaman. Bolalarim shunchalik berganiga ham yaxshi ko'rgan bandasiga berar ekan. Kasalliklarni. Men hisoblab chiqdim-da, bu bola hozir kuniga 50 ming, 100 ming so'm ishlayapman deyapti. Bu bola yengi uy qilish uchun, singlisini operatsiya qildirish uchun yana 20 yil ishlasa, o'sha pulni topa olar ekan. Hayotda qanaqa katta orzularingiz bor? Osiyo chempionatiga chiqish. O'zim sportim bo'yicha. Qanaqa sport? Kamondan o'q otish. 2 karra O'zbekiston chempioniman, respublika bo'yicha. Uyim yaxshi, o'zim uchun yaxshi. Birovlar molxona deydi. Molxona bo'lsa, o'zim uchun chiroyli uy. 50 ming yoki 100 ming ehson qilish shart emas. Yaxshi niyat qilib 5 ming so'mmi, 10 ming so'mmi shu bola uchun, shuni oilasi uchun bitta poddержка qilib yuboraylik o'rtoqlar hammamiz. Mana uyinglar sizga yoqadimi? Ha. Uyda hech qachon yomon deb bo'lmaydi. U o'zimizning qo'limizda. Uni yaxshi qilish ham, yomon qilish ham. Hammasi o'zimizning qo'limizda. Qo'llarida Ozodbek Boboqulov nomida kartalar chiqadi. Mana shu bolani o'ziga tegishli pasportdagi ismi bilan kartalar ochilgan. Xohlagan ishni ehsoningizni qilsangiz bo'ladi.